Diqqat, xalqqa tezkor xabar. O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolariga 16, 17, 18 mart kuni, ya'ni hafta boshidan kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekiston viloyatlariga yana yomg'irli kunlar kirib kelmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 15 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 16 va 17 mart kunlari shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Havo harorati 16 va 17 mart kunlari kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. 15-16 mart kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 18 mart kuni ayrim joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. Shamol tezligi 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Havo harorati 16 martdan 18 mart kunlarigacha kechasi 5-10 daraja iliq, kunduz kunlari 10-15 daraja iliq bo'ladi. Faqat Navoiy viloyatining shimolida kechasi 15, 16, 17 mart kunlari 3 daraja sovuq, kunduz kunlari esa 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatida 15 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina 18 martda ayrim joylarga yomg'ir yog'ishi mumkin. Havo harorati 16 mart kuni kechasi 2-7 daraja iliq, 17 mart kuni kechasi esa 3-8 daraja iliq, kunduz kunlari 14-19 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 17 mart kuni esa 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Havo harorati 15, 16, 17 mart kunlari kechasi 7-12 daraja iliq, kunduz kunlari 18-23 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida 16 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kunduzi 10-15 daraja, kechasi esa 0,5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Faqat 16 mart kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 16 mart kuni 0,5 daraja sovuq, 17-18 mart kunlari ham 0,5 daraja sovuq, kunduz kunlari 5-10 daraja issiq bo'ladi, deyiladi xabarda. Azizlar, videoroliklarimiz keng tarqalib, barchaga yetib borishligi uchun like bosib qo'yishni unutmang.